Navbatdagi xonadonimizga biz imzo sifatli eshik romlarini o'rnatib berganmiz. Ultimate Rio plastikdan romlari, eshiklarimiz Termo 78 dan qo'yib berganmiz. Sizlar bilan shuni hozir ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Termo 78 rangi Alexander mokriy qo'yib berganmiz. Eni 1 yillikka balandligi 280 bo'lgan. Bu yerda biz oynalarimiz, ya'ni energiya tejovchi oynadan foydalanganmiz va shatlankasi bilan birga qo'yib berganmiz. Ahamiyat berib qo'yamiz, ya'ni ochib yopilishi juda yengil ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Chunki ruchkamiz stubli ruchka, italyanskiy mahsulot. Ikkita ochilishini ham Ultimate Rio plastikdan romdan qo'yib berganmiz, ya'ni ochilish holatda, splashgan holatda bo'lganligi uchun bu yerda biz Winhouse mexanizmdan foydalanganmiz, ya'ni germanskiy mahsulotdan foydalanganmiz. Ruchkalarimiz Rotoswing, ya'ni Germaniyadan mahsulotdan foydalanganmiz. Bo'lsa eni 1.60 ga balandligi 2.20 bo'lgan. Bu yerda biz 3 ga bo'lib, ikkita chekkasi ochiladigan qo'yib berganmiz. Bitta tarafi oddiy ochilish mexanizm qo'yib berganmiz. Bu tarafiga esa Duino mexanizm qo'yib berganmiz. Mijozimizning talabiga binoan shatlanka joylab berganmiz. Podokoniligimiz ham 35 lik avvalgi podokoni qo'yib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.